qo'ridan. Sizlarga joy berib ko'ngil to'ridan. Tilimizda erur ushbu xush kalom. Xush kelibsiz azizlar. Salom, assalom. Assalomu alaykum aziz va mo'tabar ota-onalar, muhtarama ustozlar. Barchangizni farzandingizning shodligi va quvonchi bo'lgan Savodxonlik bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga uzoq umr, farzandlarimizga baxtli davron, porloq tole va nurli kelajak tilaymiz. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z maktabimiz o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Achikova Go'zarovaga. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Mana shu qutlug' boshxonaga tashrif buyurgan qadrli ota-onalar, aziz ustozlar, bugun mana 90-umumiy o'rta ta'lim maktabining oliy ta'lim o'qituvchisi Fozila va Dilnozaxon tomonidan 1-A sinf o'quvchilarining Savodxonlik bayramiga xush kelibsiz. Aziz ota-onalar, mana bugun umid bilan mana shu bizning maktabimizga yetaklab kelgan farzandlaringiz bugun qarshingizda savodxon, bilimli, odobli bo'lib o'tirishdi. Mana bugun ular mukammal o'qishni, yozishni, to'g'ri so'zlashni, odob axloqni hammasini o'rgandi. Aziz ota-onalar, mana har bir insonning mana shu ko'z qorachig'idek asrab avaylagan farzandini albatta kelajakda ulardan yaxshi niyatlar bilan o'sha yaxshi insonlar, ulug' insonlar bo'lib yetishini hammalarimiz mana bugun ko'ngillaringizdan o'tkazib, orzu qilib o'tiribsizlar. Albatta, mana shu bugun farzandlaringiz ishonchli qo'llarda. Mana maktabimizning eng nafaqat maktabimizda, tumanda taniqli o'qituvchi Fozila va Dilnozaning qo'lida hamma mana ko'rib turibsizlar, hammasi chiroyli, tetik, hayotga mana iniq qarayotgan o'g'il-qizlardir. Men mana shu maktab rahbari sifatida barchalaringizni farzandlaringizning hayotida eng unutilmas kun bo'lib qoladigan Savodxonlik bayrami bilan muborakbod etaman. Albatta, farzandlaringiz haqida nimaiki orzu niyat qilgan bo'lsalaringiz, hamma sizlarga yetishlaringizni Allohdan so'rayman. Marhamat, bugun o'sha Dilnozaxonning necha kunlik mehnati bilan tayyorlangan ajoyib bayramni ko'tarinki kayfiyatda qo'llab-quvvatlab tomosha qilishlaringizni so'rayman. Rahmat ustoz, samimiy tilaklaringiz uchun. Sizga va oilangizga sihat salomatlik, kelgusi faoliyatingizda esa ulkan zafarlar tilab qolamiz. Ayting qani azizlar, baxtiyor o'g'il-qizlar, nechun keldik bu yerga, nelar bor yosh ko'ngilda? Bugun bizga zo'r bayram, yurakda shodlik to'lgan Savodxonlik bayrami bizni bunga keltirgan. Qanday qilib Savodxon bo'lib oldingiz Chunon? Alif B bo'ldi sirdosh, ilm yo'lida yo'ldosh, soch ziyomirini bo'lib misoli quyosh. Alif beni chaqirsak, baravar qarsak chalsak, kelar bizga bayramga, shu ajoyib makonga. Assalom bolajonlar, aqli soz bilag'onlar. Bugun shodlik muborak, Savodxonlik muborak. Alifbejon, nega xohin ko'rinasan? Men uzoq o'lka, harflar mamlakatidan keldim. Yurtingizdagi barcha siz kabi o'quvchilarga bilim berib, ozroq toliqdim. Unday bo'lsa Alifbejon, sen damingda olibdi, biz senga bayram dasturimizni namoyish etamiz. Azizlar, endigi navbatimizni sinfimizning go'zal qizlari ijodida O'zbegim qizlar raqsiga beramiz. Marhamat.
şoyi bu atlasmidi kalmana şoyi bu atlasmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi atlasga mosmasmidi Mana şoyi bu atlasmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi atlasga mosmasmidi Mana şoyi bu atlasmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi atlasga mosmasmidi şoyi bu atlasmidi mana şoyi bu atlasmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi o'zbegimning qizlari tarifi shu masmidi atlasga mosmasmidi atlasga mosmasmidi Endi sizlar bilan birgalikda harflar mamlakatiga sayohat uyushtiramiz. Harflar tilga kirganda nimalarni so'ylaydi? Marhamat. Asal
bir so'zim Farida Farqot mendan boshlanar faqat. Yerga quloq tutingiz, gulzorlarga o'tingiz, gul ushlab qo'limga, gilam to'shang yo'limga. Hamma hayron bo'lmanglar, yo'lni to'sib turmanglar, hamdalak bor qo'limda, hamroh bo'ling yo'limda. I harfini bilingiz, ishda ilg'or bo'lingiz, iroda, izzat, ikrom, istagi o'qish tamom. Sizdan ko'p yozamiz, katta bo'lsak o'zamiz, kattani oila hurmatga baxshodat. Sizdan lola yozam, limuzda o'zamiz, latif laylo latofat, voqelikka yo'q toqat. Bizdan yozilar maktab, mening do'stlarim kitob, maqsud maktub mo'tabar, Madina maktub yozar. So'zlaridan adashmang aslo.
piyla vağıt vali, yoki kelganda kali. Hatta xat yan meni, yozgun taqsab maqtani. Horoz xona xola ham men bilan bo'ladi jam. Yaman qancha qilursiz, yo'l tanimay qolursiz, yo'lchi yo'ldosh yo'qdi, mendan boshlab yozursiz. Dedilar nomimda, bilasizmi zotimda, Zuhra, Zahro, Zokirjon, mendan boshlanar junom. Navbatni sinfimizning chaqqon yigitlari ijrosida O'zbegim yigitlari raqsiga beramiz. Marhamat. Elim lochin burgutlari, qoya o'tgan bulutlari. Elim lochin burgutlari, qoya o'tgan bulutlari. G'urur tog', or osmon, O'zbekning mard yigitlari. G'urur tog', or osmon, O'zbekning mard yigitlari. Yigitlari, yigitlari, O'zbekning mard yigitlari. Yigitlari, yigitlari, O'zbekning mard yigitlari. Tuprog'ini aylab e'zoz, Gulistonmi norinchinoz. Tuprog'ini aylab e'zoz, Gulistonmi norinchinoz. Yashash tarzi o'ziga xos, zomin
yashash tarzi o'ziga xos zomin baxmal yigitlar. Ey yigitlar, yigitlar, zomin baxmal yigitlar. Ey yigitlar, ey yigitlar, o'zbekning mard yigitlari. Mezbonlikni sunnat bilar, raqibni ham ulfat qilar. Mezbonlikni sunnat bilar, raqibni ham ulfat qilar. Osh bilmasa uyat qilar, vodiyning zo'r yigitlari. Osh bilmasa uyat qilar, Andijonning zo'r yigitlari. Ey yigitlari, yigitlari, vodiyning zo'r yigitlari. Ey yigitlari, ey yigitlari, o'zbekning mard yigitlari. Minorai kaloni bor, yetti pirlar makoni bor. Minorai kaloni bor, yetti pirlar makoni bor. Egnida zar choponi bor, Buxoroning yigitlari. Egniga zar choponi bor, Buxoroning yigitlari. Yigitlari, yigitlari, Buxoroning yigitlari. Ey yigitlari, ey yigitlari, ey yigitlari, o'zbekning mard yigitlari. Bolajonlar, siz alifbodan, harflardan tashqari yana nimalarni o'rgandingiz? Biz alifbodan o'zimiz uchun aziz bo'lgan vatan, ona, ustoz, odob, yurtboshi kabi so'zlarni hech qiynalmay yozishni va o'qishni bilib oldik. Bizni bag'riga bosgan, bolalarga ingrab o'sgan, yuksalaver yildan-yil O'zbekiston jon vatan. Farzandiga jon fido, tinib tinchimas aslo. Bardam salomat bo'ling, ota-onam doimo. Bilimlar mamlakati makon aylagan bizda ta'zimu rahmat deymiz sizday aziz ustozga. Yosh avlodni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog'-omon bo'lsin boshi, rahmat senga yurtboshi. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bezaydi go'zal xulq, yaxshi odob. Maktab qo'ynida o'qib olamiz bilim, kelajakka bo'laylik yurtga kerakli olim. Bizning a'lochi va bilimdon o'quvchilarimiz nafaqat o'zbek tili va madaniyatini, balki jahon madaniyatiga ham o'zlari qiziqishadi va mana shu qiziqish natijasida ular tomonidan tayyorlangan arabcha raqsga beramiz. Marhamat. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب. شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 يا جماعة أنا مش لاقي تليفوني، يا جماعة بيرن هناك ما تجيبوهولي، يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني، يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني. ولاعة حد يجي
يجيب الولاعة ولاعة، ما حد يجيب الولاعة يا جماعة، حد يوطي السماعة. مش عارف ابص في الساعة. بم 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 عقلي اتخدر، وشي مزنهر، حاسس بحر، انا مضطر اني اشمر، رجلي بتزك زك، جسمي بيفك فك، مرة واحدة لقيت قلبي عمال بيبم بم 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 قاعد ولا بيا ولا عليا يا جماعة، انا شايف كائنات فضائية، وعنيا قلبت يابانية، ودماغي جواها حرب عالمية وبتضرب بم 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 صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم 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 Ana endi bolajonlarimizning matematika haqidagi bilimlarini sinab ko'ramiz. Raqamlar tilga kirar, bizlarga nelar deyapti? Dikkat, mening nomim Nil. O'quvchimsiz ogoh bo'l. Yolg'iz tursam yo'qman men. Sherik bo'lsa to'qman men. Yozilishim qiyin emas. Dunduroq tuzsang bas. Degan sanoqsoman. Sanash uchun osonman. Bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bir quyosh. Yozishga ham o'g'ayman, hozirchaga o'xshayman. Ikki degan nomim bor, ikki birdan men tayyor. Ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq. Nimaga o'xshayman xo'sh? Xuddi ko'ldagi oq qush. Uchta berman nomim uch, birlashganda bo'lar kuch. Kuchgacha sanayman deb, shart o'ynagan har bir shay. Yozish uncha qiyinmas, tishlangan ikki gulcha. Men to'rt degan raqamman, ikkidan jamman. Bo'lsa ikki juft o'rtoq, to'rtta ulfat o'sha choq. Yozishni mashq qilibchi, bir oyog'ini roncha. Besh degulik nomim bor, raqamlar ichra g'or. Bir qo'shsa anchaman, qo'ldagi besh parchaman. Yaxshi turish olmoqqa, sal o'xshayman qarmoqqa. Kel oldiman, raqamlarni oldiman. Ikki uchta bo'lsang vaqt esla chiqmas. Yozishni lozim bilmas go'yo.
Endi bolajonlarimiz biroz dam olib, keyingi chiqishlariga tayyorgarlik ko'rgunlariga qadar onajonlarimizga yuzlanamiz. Bugungi tadbirimizda onajonlarimiz uchun ham maxsus shartlar tayyorlab kelganmiz va birinchi shartimiz uchun davramizga kamida 10 ta onajonimizni taklif qilamiz. Marhamat. Hozir endi o'yin shartini tushuntiraman. Mana shu o'yinchoqni siz o'zingizdan keyingi onamizga berasiz. Keyin bilan qo'lma-qo'l bo'lib o'yinchoqni bir-biringizga berasiz. Siz ungacha bu atrofdan yugurib kelishingiz kerak. Agar o'yinchoq men beradi, sizlar bir-birlaringizga mana shunaqa berasizlar. Ungacha siz orqadan yugurib kelasiz. Agar ular siz o'yinchoqni olganingizda bu yerga o'tirib olishingiz kerak. Agar ular birinchi o'tirsa, ular yutgan bo'ladi. Agar birinchi siz o'tirib qo'ysangiz, bu kishi o'yinimizni tark etadi. 1 2 3 boshlaymiz. Endi siz ham o'yinimizni tark etib turasiz. Endi o'yinchoqni menga berasiz. Endi mana shu ikkita onamiz, o'rtada bitta stul. Endi musiqa sadolari ostida aylanamiz. Qo'shiq tugagan joyda o'tirgan onamiz g'olib bo'ladi. 1 2 3. Aylanamiz o'ynab. Musiqa to'xtagan joyda o'tirgan onamiz g'olib bo'ladi. Qarsaklarni qo'llab-quvvatlab turamiz. Qo'liga bittadan harf topshiramiz. Mana shu harf qo'llaringizda turib tursin, oxiridan nimaligini aytamiz. Rahmat hammangizga faol ishtirok uchun. Ona, hayot saboqlarini beruvchi, jonkiyan, mehribon zot. Oilada hammaning ko'ngliga yo'l topadigan mehribon inson. Yurt koriga yaraygan farzandlarini kamolga yetkazadigan volida. Har qanday holatda farzandining yonida turadigan suyakdir. Balki uning buyukligi ham shundadir. Shuning uchun ham barchamiz uning oldida doimo ta'zimdamiz. Azizlar, mana bugun ham farzandlarining quvonchli kunida farzandlarining shodligiga shodlik qo'shib, ular bilan birgalikda ajoyib raqs tanlagan
tayyorlagan onajonlarimiz bor. Hozir esa e'tiboringizga onajonlarimiz va qizlarimiz ijrosidagi Mehribon ona va Erkadoy qizaloq nomli raqsimizni namoyish qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Я с радостью бегу, жить без твоих объятий минуты не могу. От счастья я сияю, лишь рядышком с тобой. Ты для меня как солнце, а я как лучик твой. За шалости прощаешь, обиды не таишь, за все переживая, ночами ты не спишь, свое тепло мне даришь и балуешь меня. Моя ты золотая, любимая моя. Мама, мне на тебя не наглядеться. Мама, мы чувствуем друг друга сердцем. Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не может. Мама, мне на тебя не наглядеться. Мама, мы чувствуем друг друга сердцем. Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не может. Нет никого мне ближе, нет никого родней, не отыскать красивей и не найти добрей. От холода и ветра всегда укроешь ты, собою мне не надо бояться темноты. Ты знаешь все ответы на каждый мой вопрос. Одна твоя улыбка и нет следа от слез. Все тайны и секреты с тобой я делю. Нет никого на свете, кого я так люблю. Мама, мне на тебя не наглядеться. Мама, мы чувствуем друг друга сердцем. Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не может. Мама, мне на тебя не наглядеться. Мама, мы чувствуем друг друга сердцем. Мама, ты всех дороже, и по-другому быть не может. И по-другому быть не может. Onajonlarimizga rahmat, chiroyli raqslar uchun. Endigi navbatni sinfimizning iqtidorli o'quvchilari tomonidan tayyorlangan Qor malikasi nomli sahna ko'rinishimizga beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Oho, buncha xursandchilik, buncha tantana. Nima? Qor malikasining isirinli kunlari tugadi deb o'yladingizmi? Men o'z o'rnimni boshqa fasllarga osonlikcha berib qo'ymayman. Sovuq, isirinli kunlarni boshlab kelsam-u, sizlar bitta kuylashlaringiz, raqsalaringiz. Ha, biz birinchi sinfning a'lochi o'quvchilari bugun savatxonlik bayramini nishonlayapti. Nima, sizlar ovqatmayapsizlarmi? Yo'q, ota-onalar, ustozlar qarshisida she'r aytib, raqs tushib, aksincha is kelyapmiz. Shu
cherishgan shekilli tushunmayapman. Seni qarayoq bilmasvoy, hozir hamma ingliz tilini o'rganyapti. Chunki bu davr talabi. Dunyoning ko'p mamlakatlarida shu tilda so'zlashadi. Qani berchi, o'zim senga o'qib tarjima qilib beraman. Sehr kuchini faqat aql va bilim keshishi mumkin. Demak, ularni qor malika sehrlab qo'yibdi-da. Naqaga o'xshaydi? Bu yerda yozilgan topshiriqlarni bajara olsak, do'stlarimizni qutqarishimiz mumkin. Birinchi shart, o'quv qurollari nomini inglizcha sanab bering. Pen, shampun, pen, pencil, pencil case, book, copybook, ruler, eraser, glue. Voy qaranglar, ular qimirlagandek bo'lishdi. Demak, davom ettirishimiz kerak. Ikkinchi shart inglizcha sanab berish. Do'stlarimizni qutqarish uchun o'zim sanab beraman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Üçüncü şart O'zbekiston bayroq haqida inglizcha ma'lumot berish. Do'stlarimizni qutqarish uchun o'zim inglizcha ma'lumot beraman. The state flag of the Republic of the Uzbekistan was adopted on November 18, 1994. The flag of the Republic of the Uzbekistan consists of 4 colors: blue, white, red, and dark green. Demek har doim bilimli bo'lishimiz kerak ekan.
xonadonlarimizga yuzlanamiz. 2 nafar onamizni davramizga taklif qilamiz. Ayamizni chaqiramiz. Aying chiqdimi? Chaqiring. Xo'p, mana stakanlar. Ikkalangizga bittadan ikkita shar. Hozir mana sharni tepaga otasiz. Tepaga ketadi shar. Mana shu stakanlardan ag'darib hamnaqa yasaydi-ku. Katta mana shunaqa bitta qasrcha yasab berishingiz kerak. Faqat sharni tepaga otasiz, buni yasaysiz. Sharingiz yerga tushib ketmasin. Sharingiz yerga tushib ketsa yutqizasiz. Ham sharingizni tepaga oting, ham buni yasang. O'yin sharti tushunarli-ya? Demak, boshlaymizmi? 1 2 3 ketdi. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz onalarimizni. Sharlaringiz tushib ketdi. Boshqatdan boshlaymiz. Sharingiz yerga tushib ketmasin. Qarang, sharimizga ham e'tiborli bo'lsizmi, xato bo'lamiz. Yo'q, bu bajarsa bo'ladi. Ham sharingizni tepada tursin, sharingiz yerga tushib ketmasin. 1 2 3. Sharni tepa otaman. Sharingizni teparoq oting, qo'lingizda ushlab tursin. Sharingizni tepaga oting, qo'lingizda ushlab tursin. Sharingiz yerga tushib ketadi. Sharingiz yerga tushib ketadi. Sharingizni teparoq oting, shar umuman otmayapti. Sharingiz yerga tushib ketadi. Sharingiz tushib ketadi, sharingiz ketyapti, to'xtatamiz endi o'yinimizni. Yana bir marta qilamizmi? Chiqadigan onalarimiz bormi? O'zini sinab ko'radigan onalarimiz. Yana bir marta o'ynaymizmi? Boshqa onalarimiz ishtirokida. Xo'p. Siz g'olib bo'lganingiz uchun sizda turib tursin. O'n bitta. Xo'p, 1 2 3 boshladik. Sharingizni qo'lingizda ushlab turmang, oting tepaga oting. Baland o'tamiz. Eshikdan chiqib turavermaymiz, xalaq beribmiz ekan. Iloji boricha eshikdan kirib chiqmaydigan. Sharingizni qo'lingizda ushlab turmang, oting tepaga oting. Sharingiz qo'lingizda qolmasin, oting tepaga. Xo'p. Bo'ldi. Hamma stakanni, siz qo'ygan stakan qaysisi? Yo'q, bunaqasiga emas, bunaqasiga taxlash kerak-da. Siz ne bir-biriga qirg'izib qo'ydingiz. Bo'ldi, bu onamiz taxlab bo'ldilar. Hatto olib ketasiz o'zingiz bilan. Qani bering. Над морскою тишиной, над крутою, над волной 2 вечерние звезды, 2 дороги, 2 судьбы. И одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря, посмотреть, как в океане начинается заря. Но как только горизонт пеной берег зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова порт меня зовет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак.
вот и все, моя родня. Скоро наши молодцы, все швартовые концы намотают на кнехты и причалят корабли. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Kumushni, Zuhrani va ujonlarni davramizga taklif qilamiz. Hozirga 3 nafar buvijonimiz kelishi kerak edi, yana bir kishi qani? Nimaga Ana keldi? Buvi keldi? Qani? Zuhrani buvijonimiz shu yerdami? Zuhrani buvijonimiz shu yerdamisiz? Unda bir nafar onamizni taklif qilamiz. Ha, mana shu yerda farzandi o'tirgan bir kishi onamizni chaqiramiz. Zuhrani ayasi kelsa unda onalarimizni va buvilarimizni ko'zlarini bog'lab qo'yamiz va ular shu yerdagi qizchalar orasidan o'z nevarangizni topishingiz kerak bo'ladi. Ana endi başla. Bu yoqqa qarab to'g'ri yuravering. Mana Bo'ldimi hamma ishonch komilmi? Endi ko'zlaringizni ochamiz. Sal-salma bo'ldalaringizga gap so'z bo'lishi mumkin emas.
Onajonim. Bo'ldi, joylarga borishingiz mumkin. Ох, зима хороша и поет душа, и метель метет, за собой зовет, а зовет туда, где родные поля, где родные края и земля моя. Снег и елки, ледяные горки, лыжи и санки, шапки, ушанки, снежные бабы, ямы да ухабы, русские зимы, да чего ж красивые, красивые. А когда загрустим, то без дела не сидим. Мы спешим на улицу, чтоб скорее зажмуриться от снега искристого, белого, пушистого, от солнца лучистого, зимнего чистого. Снег и елки, ледяные горки, лыжи и санки, шапки, ушанки, снежные бабы, ямы да ухабы, русские зимы, да чего ж красивые. Ну а вот Новый год, он уже к нам идет, он спешит к нам, друзья, жить нам без него нельзя. Это шутки и смех, это радость для всех, так давай не скучай, вместе с нами запевай. Снег и елки, ледяные горки, лыжи и санки, шапки, ушанки, снежные бабы, ямы да ухабы, русские зимы, да чего ж красивые. Снег и елки, ледяные горки, лыжи и санки, шапки, ушанки, снежные бабы, ямы да ухабы, русские зимы, да чего ж красивые, красивые. Sizlar uchun oson ishlar. Qo'limizni tekkizmasdan mana shu olmalarni yeymiz. Qo'limizni ishlatmasdan. 1, 2, 3. Qarsak chalib turamiz bolalar, heyejonimizga. Zahmatimga qarshi turaylik, xavfsizga. Yana o'zini sinab ko'ruvchi onalarimiz bor. Yana davom etamizmi? Yana 2 nafar onamiz keling. O'zimizni sinab ko'ramiz. Yana 2 kishi. Kim kelsin? Kel, chaqir. Ayjon keling. Ayjonisi keling. Qizimiz ayjonisi qani? Asilzodani. Kel. Ayjonim keling. Ruxshonani onajonisi keling, sizni chaqiryapti qizingiz. Demak, siz ham
Ha, yana olmaysiz. Sizlarga o'yinimiz tushunarli. 1, 2, 3 ket. Boshlaylik. Yoqimli ishtaha. Yeymiz. Yiyin, oxirigacha o'yin, oxirigacha. Yeysiz, bular yeguncha siz ham yeysiz. G'olibimizni qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Sog' ishtirok eting. Navbatni yigit va qizlarimiz ijrosidagi tojikcha raqsga beramiz. نگو جا شما دختر ازبکان که بیا کنه آخ شیرین زبان انا بالن مدواته تاجیک چگه پرواته ده کجا ده باشم نقاط پرواته یعنی بچه بتون تاشکند با خوش آمدتون اب بزگه فرقش نیست تاجیک میاز بکن نگو جا شما دختر ازبکان که بیا کنه آخ شیرین زبان انا بالن مدواته تاجیک چگه پرواته ده کجا ده باشم نقاط پرواته خوش آمدت نغز میکار سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نغز میکار سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت نگو جا شما دختر ازبکان که بیا کنه آخ شیرین زبان انا بالن مدواته تاجیک چگه پرواته ده کجا ده باشم نقاط پرواته
Endi bolajonlarimizni o'z onajonlariga chiroyli dil izhorlari bor ekan, navbatni bolajonlarimizga beramiz. Marhamat. Onajonlarimiz dil izhorlarini qabul qilib olamiz. Endi onajonlarimiz boyishlarda g'olib onalarimiz sizlaringizda turibdi ham haqlaringiz. Hozir endi bitta o'quvchini chaqiramiz. Mashina ichidan bitta qog'ozchani ol. T harfini olgan onamiz bormi? T harfi. Daramizga qilamiz, sizga sovg'amiz bor. Ustozimiz tomonidan qabul qilamiz.
omadli onajonlarimizdan 4 nafari taqdirlaymiz hozir. Endi keyingi g'oliblarimiz siz tanlab berasiz. Bitta xato olmaysiz. Birorta qog'ozchani oling. Z harfini olgan onamiz bormi? Menimcha Z yo'q. Z. Z kimda? Nurbekning ayasi. Yo, boya qo'lida Z harfini olgan kishi bormi? Yo'q. Z chiqqan ikkita qoldi deb yozdim. Yana boshqa qog'ozlarni. A harfi. Omadli onamizga qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Endi keyingi onamizni siz tanlab berasiz. Birorta harf oling shu yerdan. G harfi. Yo'q, kelyaptilar. Ha, bor ekan. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz omadli onajonimizni. Endi eng oxirgi g'olib onamizni siz tanlab berasiz. Haqqa ketib. Rasmga tushasizlar ketib. Eng oxirgisini siz tanlab bering. L harfi. O'zi ekan yana. Ikkita shartga chiqqan. Demak, yana boshqa. U bormi? U yo'q ekan. Yana boshqasi. O. Ay, ikki chiqibdi. O, ikkita ketib qolibdimi? Barcha g'olib onalarimizni tabriklaymiz va o'z joylaringizga kuzatib qolamiz. Qarsaklar chalib qo'yamiz shartlarimizda faol bo'lgan onajonlarimizga. Endi savol chiqargan o'quvchilarimizni taqdirlash uchun davramizga yana bir bora o'quvchilar bo'limi direktori o'rinbosari Atika Musoqovani chaqiramiz. Hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, hammamiz mana farzandlarimizning chiqishlaridan bahramand bo'ldik, maqsadsiz tomosha qildik. Avvalambor Dilnoza mana shu maktab ma'muriyati tomonidan mana shu o'quvchilarga xuddi igna bilan quduq qazgandek ta'lim berayotganimiz, mana shu o'rganishlaring natijasida bugun mana shunday ota-onalar hammasi xursand bo'lib o'tiribdi. Avvalo maktab ma'muriyati tomonidan sizga minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi ishlaringizda mana shu elning farzandiga bergan mana shu bidimingiz farzandlaringizdan qaytsin ilohim, farzandlaringizning rohatini ko'rib, ular ham ulug' insonlar bo'lib yetishsin. Ota-onalar albatta har bir ishning yakuni bo'lgandek bugun tadbirimizni ham yakunlar ekanmiz. Bolajonlarimizni o'sha ustozlari tomonidan, maktab ma'muriyati tomonidan ozgina rag'batlantirib qo'yamiz. Savodxonlik guvohnomasi. Aziz o'quvchim Eshmuhamedova Ivona, siz eng birinchi kitob alifbini o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Endi siz vatan, ona, maktab kabi ulug' so'zlarni o'qiy olasiz, yoza olasiz. Yodingizda tuting. Ushbu savodxonlik guvohnomasining sohibi va sohibasi doimo a'lo baholarga o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Biz sizga ishonamiz. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Xuddi shunday savodxonlik guvohnomasi bilan Berdiyor va Zarina. Baxtiyor va Durdona. Yusupova Madina Bonu.
Nazima Nilufar. Ziyodullayeva Nodira. Mana Nodira. Raimova Sabina. Rahmonqulova Iroda. Iroda keladi. Ibragimova Go'zal. Lapasova Kamola. Mansurova Ruxshona. Murodullayeva Aslzoda. Abdumalikova Nozima. Abdullayeva Ruxshonaxon. Asliddinova Zuhra. Allamurodova Mubina. Inglizini yaxshi biladigan qizim. Alimova Imona. Asliddinova Fotima. Fotima. Abdumalikova Kumush. Nuraliyeva Sevinch. Nurjavova Lobarxon. Nurjava Abdurayimova Afroza. Abdusharafova Xonzoda. Shakirov Nurislom. Xolmatov Akobir. To'raboyev Umidjon. Sabirqulov Nurbek. Botirjonov Ravshan. Xayrullayev Xushnudbek. Isamiddinov Humoyunbek. Bahriddinov Nodirbek. Abduxalikov Muhammadali. Abduqodirov Sunnatulloh. Savollarni hurmatli otaonalar, mana shu farzandlaringizni mana shunday quvonchli kunlarda sherik bo'lib tashrif buyurganingiz uchun avvalambor rahmat. Mana shu Allohdan so'rab qolamiz. Bugun farzandlaringizdan nimani so'ragan bo'lsalaringiz Allohim ro'yobga chiqarsin. Hammalaringiz rohatini ko'rinsizlar. Mana shu aziz o'quvchilar, sizlar ham a'lo baholarga o'qishlarini, qizlarimiz Zulfiya xonimdek, yigitlarimiz Alpamishday yigitlar bo'lishini, el ishongan, el suyangan farzandlar bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Dilnoza, sizga ham rahmat. Boshlovchimiz Sarnozga ham albatta rahmat aytib qo'yamiz. Senlar o'qishlarini olmoqda. Endi onalarimiz, ota-onalarimizni davraga taklif qilamiz. Sinf rahbarimiz uchun chiroyli dil so'zlar bor ekan, marhamat. Dedilar dunyoda asli kim aziz, ustozdir ustoz begumon. Tag'in dedilarki shak shubhasiz ustozin qadriga yetolgan inson. Assalomu alaykum qadrli ustozlar va ota-onalar. Bugun mana shunday buyuk kunda buyuk bolalarimizning kelajagi uchun mana shunday savodxonlik bayramida yig'ilgan ekanmiz. Mana
mana shu bayram munosabati bilan ustozimizga butun ota-onalar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ilohim sog' omon bo'ling va farzandlaringizning baxti kamolini ko'rib yurishingizga katta rahmat. Qadri bilinadi endi menga goh olis maktabimning o'sha behasham Navoiy-ku bizga ta'lim berdi. Qadri bilinadi ustozni sog' bo'ling har doim. Mana shu maktabga farzandimiz ilk qadamlarini qo'yib kelgandan boshlab juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. O'zini tutishida, nutqida har tomonlama o'zgarish bo'ldi. Bunda albatta ustoz sizning sababingiz juda ham katta. Nutqida ham, tarbiyasida ham, o'zini tutishida ham, har sohada ham oldinga nima qilgani, qadam bosgani sezildi-da. Albatta bunda birinchi ustozning insonning hayotida o'zi birinchi ustozining ahamiyati juda ham katta. Shu sezilganini hammamiz payqadik shekilli ota-onalar. Shuning uchun sizga uzoq umr tilaymiz. Farzandlaringizning rohatini ko'ring. Shogirdlaringizning ardog'ida yuring. Mana shu shogirdlaringizga ham kattakon rahmat. Yoningizda yordamchi bo'lib, doimo birga sizni qo'llab-quvvatlagani uchun ularga ham tashakkur aytamiz. Doimo sog' bo'ling ustozi. Shuning bilan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi va onalarimizni chiroyli rasmlarga tushgan davramizga taklif etib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.
Thank you.